Agar Xudoga yaqinlashmoqchi bo'lsangiz, quyidagi 4 ta narsani tark etishingiz kerak. Birinchisi, xavotir. Xavotir muammolarga sig'inishdir. Duo esa muammoni Xudoga topshirishdir. Xudo bizdan barcha g'am tashvishlarimizni unga topshirishimizni va ortiqcha xavotir olmasligimizni xohlaydi. Chunki u bizni o'ylaydi va g'amimizni ko'tarishga qodir. Ikkinchisi, o'zingiz haqingizda salbiy gapirish. Hayot ham, o'lim ham til qudratidadir. Siz aytgan so'zlar kim bo'lishingizni shakllantiradi. Shuning uchun hayotingiz ustidan mag'lubiyat e'lon qilishni to'xtating. O'zingiz haqingizda aytgan har bir so'z kelajagingizni belgilaydi. Uchinchisi, qo'rquvning sizni boshqarishiga yo'l qo'ymang. Shayton yolg'on bilan qo'rqitadi. Xudo esa sizga qo'rquv ruhini bermagan. Qo'rquv va shubha dushman ekkan urug'lardir. Ular sizni Xudo xohlagan inson bo'lishingizdan to'xtatishga harakat qiladi. Bir narsani yodda tuting. Xudo doimo yoningizda. Shunday ekan, nimadan qo'rqasiz? To'rtinchisi, odamlarga yoqishga urinishni to'xtating. Hayotingizdagi qarorlarni boshqalar nima deydi deb qabul qilmang. Xudo bilan yurganingizda hamma ham siz bilan rozi bo'lmaydi. Chunki siz dunyoni emas, balki Xudoning yo'lini tanlaysiz. Shuning uchun odamlarga emas, Xudoga yoqishga harakat qiling. Agar video